Shvetsiyada bir oy yashash qanchaga tushadi? Kelinglar ko'rib chiqamiz. Xullas, men o'zim Stokgolmda yashayman. Bu yer esa Shvetsiyadagi qimmat hududlardan biri hisoblanadi. Bu yerda kvartiralar narxi bir xonali kvartira 8000 krondan 12000 krongacha mavjud. Agarda sizda tanish-bilishlar bo'lsa, 5-6000 kronga ham topishingiz mumkin. Yo'l kira transportga keladigan bo'lsak, biletlar narxi 1090 kron hisoblanadi va siz bu bilan butun Stokgolmni aylanib chiqishingizga bemalol yetadi bir oyga. Oziq-ovqatga keladigan bo'lsak, agarda siz o'zingiz uyingizda tayyorlaydigan bo'lsangiz, 2000 krondan 3000 krongacha yetadi. Agarda tayyor mahsulotlarni iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, yo bo'lmasa biror bir restoranga borib ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, bu son yanada ko'payadi. Ya'ni 5000 krondan 6000 krongacha bo'lishi mumkin. Internet, telefon va ularga ketadigan summa odatda 200 krondan 350 krongacha bo'ladi. Agarda sizda uyingizda Wi-Fi ishlatsangiz, internet, ya'ni bu 400-500 kronni tashkil etadi. Umuman olganda Shvetsiyada oyiga 10000 krondan 15000 krongacha ketadi. Kimdir kamroq ham qilishi mumkin, agarda tejab ishlatsa. Ha, Shvetsiya qimmat, lekin oylik maoshlar yaxshi. Shu sababli ishlab yashashga arziydigan davlat.